Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan hayotiy ahamiyatga ega, aynan sizni ota-onangizni, bobo-buvalaringizni bevosita qiziqtirishi shart bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Mavzu shunchaki muhim emas, u sizning pensiya ta'minotingizga doir haqiqiy kashfiyot bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar bu haqida hatto bilishmaydi ham. Pensiya jamg'armasi esa afsuski bu ma'lumotni sizga to'g'ridan to'g'ri aytishga shoshilmaydi. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu ma'lumot har bir pensionerga yetib borishi shart. Bu sizning qo'shimcha daromadingiz, juda katta summa bo'lishi mumkin bo'lgan pullar haqida. Muammoning mohiyati shundaki, pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Yangi qonunlar qabul qilinadi, mavjud qoidalar esa o'zgartiriladi. Oldinlari ko'plab qo'shimcha imtiyozlar va to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanar edi. Yoki pensionerlar ularni olish uchun maxsus bir joyga borishlari shart emas edi. O'zgarishlar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirda ko'plab pensiya jamg'armalari va tegishli davlat idoralari faqat siz so'raganingizda yoki ma'lum bir hujjatlarni taqdim etganingizdagina sizga tegishli qo'shimcha to'lovlarni beradi. Ular sizni bu imtiyozlar haqida oldindan xabardor qilishga majbur emaslar yoki shoshilmaydilar. Sababi oddiy. Agar siz bilmasangiz va murojaat qilmasangiz, ular pulni tejashadi. Bu nafaqat bizning mamlakatimizda, balki dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida ham uchraydigan keng tarqalgan amaliyotdir. Pensiya tizimi tobora murakkablashib bormoqda va uning barcha nozik jihatlarini tushunish oddiy fuqaro uchun juda qiyin. Shuning uchun bugun men sizga 70 yoshdan oshgan pensionerlarga tegishli bo'lgan, ammo ko'pchilik bilmaydigan 3 ta muhim qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Diqqat bilan tinglang, chunki har bir bank muhim tafsilotlarni o'z ichiga oladi. Birinchi qo'shimcha to'lov bu asl qaramog'idagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lov. Bilaman, ko'pchilik bu haqida eshitgan, lekin 70 yoshdan keyin uning mexanizmi qanday ishlashini to'liq tushunmaydi. Bu to'lov shunday holatlarda beriladi: agar pensioner o'zining mehnatga layoqatsiz oila a'zolarini, masalan, voyaga yetmagan farzandlarni, kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan talabalarni 23 yoshgacha yoki nogironligi bo'lgan qarindoshlarini, masalan, nogironligi bo'lgan turmush o'rtog'ini, ota-onasini yoki aka-ukasini o'z qaramog'iga olgan bo'lsa, pensiya qonunchiligida qaramog'idagilarning tushunchasi juda aniq belgilangan. Bu shaxs pensioner tomonidan to'liq ta'minlangan yoki u pensionerning yordamini doimiy va asosiy daromad manbai sifatida oladigan holatlar. Misol uchun tasavvur qiling, 72 yoshli Omon aka pensiya oladi. Uning 7 yoshli nabrasi bor. Nabra turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin bobosining qaramog'iga o'tgan va universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Omon aka oldinlari bu haqida bilmagan. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetganda farzandlari voyaga yetgan bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo hayot har xil vaziyatlarni taqdim etadi. Nabralar farzand asrab olish yoki nogironligi bo'lgan katta yoshli qarindoshlarni qaramog'iga olish kabi holatlar tez-tez uchraydi. Omon aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va nabrasining talabalik guvohnomasi, vafot etgan turmush o'rtog'ining guvohnomasi, nabrasi bilan bir uyda yashashini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etish kerak. Agar u barcha shartlarga javob bersa, unga har oyda pensiyaga qo'shimcha ravishda ma'lum miqdorda to'lov hisoblanadi. Bu miqdor har bir qaramog'idagi shaxs uchun pensiyaning belgilangan foizini tashkil etishi mumkin va bu summalar vaqt o'tishi bilan indeksatsiya qilinishi ham mumkin. Ko'pincha bu bitta pensiyaga o'rta hisobda 30% foiz qo'shimcha bo'lishi mumkin. Bu esa pensionerning moddiy ahvolini ancha yaxshilaydi. Bu to'lovni hisoblashda eng muhimi qaramog'ida bo'lgan shaxsning boshqa doimiy daromad manbai yo'qligini, masalan, ish haqi yoki o'z pensiyasi yo'qligini tasdiqlashdir. Agar qaramog'idagi shaxs ishlasa yoki boshqa pensiya olsa, bu qo'shimcha to'lov bekor qilinadi. Ikkinchi muhim qo'shimcha to'lov bu asterisk me'yordan ortiq staj uchun qo'shimcha to'lov. Bu nima degani? Ko'pchilik pensiya uchun minimal stajga ega bo'lish yetarli deb o'ylaydi. Masalan, erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun 20 yil. Lekin bizning mamlakatimizda ko'plab keksa avlod vakillari umrining ko'p qismini mehnatga bag'ishlaganlar. Ular 34, hatto 20 yildan ortiq ishlagan bo'lishlari mumkin. Pensiya qonunchiligida belgilanganidek, minimal stajdan oshgan har bir yil uchun pensiyaga qo'shimcha foizlar qo'shilishi mumkin. Bu foizlar har bir mamlakatda va har bir davrda farq qilishi mumkin.
lekin ularning mavjudligi muhim. Pensiya jamg'armasi buni avtomatik hisoblamasligi mumkin. Chunki sizning eski ish joylaringizdan yoki arxividan barcha staj ma'lumotlari jamg'armada to'liq aks etmasligi mumkin. Siz o'zingizning mehnat daftarchangizni va boshqa ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, ish beruvchining yozma ma'lumotnomalari qayta ko'rib chiqingiz va barcha yillarni diqqat bilan hisoblashingiz kerak. Tasavvur qiling, 75 yoshli Ra'no buvi 45 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanida unga 20 yil staj uchun pensiya hisoblangan. Chunki o'sha paytda bu yetarli edi. Ammo keyinchalik qonunlar o'zgardi va me'yordan ortiq staj uchun to'lovlar joriy etildi. Agar Ra'no buvi 20 yildan ortiq ishlagan har bir yil uchun, masalan, irpadadan qo'shimcha olsa, u holda 25 yil ortiqcha ishlaganligi uchun pensiyasiga 25% qo'shimcha olishi mumkin. Bu Ra'no buvining pensiyasini sezilarli darajada oshiradi. Ammo buning uchun u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlarni tekshirib chiqish va ehtimol ayrim davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shimcha taqdim etishi talab etiladi. Ba'zan eski hujjatlarni topish qiyin kechadi, ammo bu harakatga arziydi. Ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar qatoriga nafaqat mehnat daftarchasi, balki ish beruvchining buyruqlari, shartnomalar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlar ham kirishi mumkin. Agar sizning stajingizda har qanday uzilishlar yoki aniq bo'lmagan davrlar bo'lsa, ularni tasdiqlash uchun ko'proq hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shu sababli 70 yoshdan oshgan har bir pensioner o'z mehnat daftarchasini olib, pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan maslahatlashishi shart. Uchinchi, muhim qo'shimcha to'lov. Bu asturishq mahalliy ijtimoiy imtiyozlar va kompensatsiyalar. Ko'pchilik pensiya deganda faqatgina pensiya jamg'armasidan olinadigan pulni tushunadi. Lekin sizning yashash joyingizdagi mahalliy hokimiyatlar, ya'ni tuman, shahar hokimligi, ijtimoiy himoya bo'limlar yoki mahalla qo'mitalari tomonidan taqdim etiladigan bir qancha imtiyozlar va yordam turlari mavjud. Bu imtiyozlar bevosita pul ko'rinishida bo'lmasligi mumkin, ammo ular sizning xarajatlaringizni sezilarli darajada orqali sizga katta foyda keltiradi. Bularga kommunal xizmatlar, gaz, elektr energiyasi, suv, issiqlik uchun subsidiyalar, jamoat transportida bepul yurish yoki chegirmalar, dori-darmonlar uchun kompensatsiyalar, tibbiy xizmatlardan imtiyozli foydalanish. Hatto uy-joyni ta'minlash uchun yordam yoki ma'lum bir miqdorda bir martalik moddiy yordam kabi imtiyozlar kirishi mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha pensionerning daromad darajasi, yashash sharoiti yoki sog'lig'i holatiga qarab beriladi. Misol uchun, yetimchaki yoshlik holida ayak yolg'iz yashaydi va uning pensiyasi juda katta emas. Qish oylarida kommunal to'lovlar uning byudjetining katta qismini tashkil etadi. U eshitishcha, mahalliy ijtimoiy himoya bo'limi kam ta'minlangan pensionerlarga kommunal xizmatlar uchun subsidiya berar ekan. Xolida aya bu haqida mahallada gapirganida, mahalla faollari unga zarur hujjatlarni yig'ishga yordam berishgan. Uning pensiya to'g'risidagi ma'lumotnomasi, oila tarkibi haqidagi ma'lumotnoma va uy kitobidan ko'chirma talab qilingan. Bu hujjatlarni taqdim etgandan so'ng unga har oyda kommunal to'lovlarning ma'lum 1% miqdorida subsidiya ajratilgan. Bu uning oylik xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirgan va u endi dori-darmonlarga ko'proq pul sarflash imkoniyatiga ega bo'lgan. Ba'zi hududlarda pensionerlarga jamoat transportida bepul sayohat qilish huquqi ham beriladi. Bu esa ularning harakatlanish imkoniyatlarini oshiradi va transport xarajatlarini yo'qotadi. Buning uchun ko'pincha pensiya guvohnomasi va pasport bilan tegishli idoraga murojaat qilish kifoya. Shuni yodda tutingki, bu imtiyozlar haqida ma'lumot ko'pincha markaziy pensiya jamg'armasida emas, balki aynan mahalliy hokimiyat organlarida, ijtimoiy himoya markazlarida yoki mahalla qo'mitlarida mavjud bo'ladi. Har bir tuman, shahar o'zining alohida dasturlariga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun yashash joyingizdagi imkoniyatlarni o'rganish juda muhim. Endi esa bu qoidalar, imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlarning istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlari haqida gaplashaylik. Har bir tizimning o'ziga xos murakkabliklari bor va pensiya ta'minoti ham bundan mustasno emas. Birinchi navbatda qo'shimcha to'lovlarni olish shartlari doimiy ravishda o'zgarib turishi mumkin. Masalan, qaramog'idagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lovda o'qish shakli va yoshi bo'yicha cheklovlar mavjud. Agar sizning qaramog'ingizdagi shaxs kunduzgi ta'lim shaklida emas, balki sirtqi yoki masofaviy ta'lim shaklida o'qisa, bu to'lov berilmasligi mumkin.
Shuningdek, 23 yoshdan oshgan bo'lsa ham, hattoki kunduzgi ta'limda o'qisa ham, qo'shimcha to'lov olish imkoniyati kamayadi yoki butunlay yo'qoladi. Nogironligi bo'lgan qarindoshlarga kelsak, ularning nogironlik guruhi ishga layoqatsizligi va pensiya olmasligi tasdiqlanishi shart. Agar nogironligi bo'lgan shaxs o'zi pensiya yoki nafaqa olsa, u pensiyaning qaramog'idagi shaxs sifatida hisobga olinmasligi mumkin. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasi har bir vaziyatni individual ravishda ko'rib chiqadi. Ba'zan yashash joyi muhim rol o'ynaydi. Agar qaramog'idagi shaxs pensioner bilan birga yashamasa, qo'shimcha to'lovni tasdiqlash uchun pensionerning ushbu shaxsga doimiy moddiy yordam ko'rsatayotganligini isbotlash ancha qiyin bo'ladi. Bank o'tkazmalari, pul jo'natmalari kabi hujjatlar bunga dalil bo'lishi mumkin. Me'yordan ortiq staj uchun qo'shimcha to'lovda ham o'ziga xos nuanslar mavjud. Ish stajini hisoblashda ba'zi davrlar hisobga olinmasligi mumkin. Masalan, harbiy xizmat, bolani parvarishlash ta'tillari yoki kasallik tufayli ishga layoqatsizlik davrlari har doim ham to'liq stajga kiritavermaydi. Yoki ularning kirish tartibi qonunchilikda aniq belgilangan bo'ladi. Ba'zi hollarda. Agar pensioner faoliyatining ma'lum bir qismida chet elda ishlagan bo'lsa, bu stajni tasdiqlash uchun xalqaro shartnomalar va kelishuvlar doirasida murakkab prosedurlar talab qilinishi mumkin. Eng muhim tuzoqlardan biri bu hujjatlarning yetishmasligi yoki ularning noto'g'ri rasmiylashtirilganligi. Eski hujjatlarda imzo yoki muhr bo'lmasligi, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya jamg'armasi tomonidan ularni tan olinmasligiga olib keladi. Bunday hollarda arxivlarga, sudlarga murojaat qilish yoki guvohlarning ko'rsatmalarini to'plash kerak bo'lishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qiladi va ko'p sabr toqatni talab qiladi. Ammo natija bunga arziydi. Mahalliy ijtimoiy imtiyozlar va kompensatsiyalar masalasida esa asosiy muammo bu ma'lumotning tarqoqligidir. Ba'zan bir tumanda mavjud bo'lgan imtiyoz qo'shni tumanda umuman bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, imtiyozlarni olish uchun daromad chegaralari mavjud. Agar sizning pensiyangiz va boshqa daromadlaringiz, masalan, kichik uy-joy ijara haqi ma'lum bir darajadan oshsa, siz ushbu imtiyozlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Ba'zi imtiyozlar uchun faqatgina pensiyon emas, balki butun oila a'zolarining umumiy daromadlari hisobga olinadi. Kommunal to'lovlar uchun subsidiya olishda ko'pincha qarzning emasligi asosiy shartlardan biri bo'ladi. Agar sizda kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, avval uni to'lashingiz talab qilinishi mumkin. Shuningdek, mahalliy imtiyozlar ko'pincha ma'lum bir muddatga, masalan, 6 oyga beriladi va ularni har safar qayta rasmiylashtirish talab etiladi. Bu esa pensionerlardan doimiy ravishda hujjatlarni yig'ish va navbatda turishni talab qiladi. Endi esa eng muhim qism asl amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak? Diqqat bilan eshiting va bularni yozib oling. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni to'plang. Bu sizning pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz, nikoh va tug'ilish guvohnomalaringiz, agar qaramog'ingizda oila a'zolaringiz bo'lsa, oliy o'quv yurtlarida ta'lim oluvchi qarindoshlaringizning talabalik guvohnomalari, nogironlik guvohnomalari va boshqa barcha tegishli hujjatlar. Hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalari ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga boring. Aynan sizga pensiya tayinlagan yoki siz hozirda ro'yxatda turgan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Ulardan sizning shaxsiy pensiya faylingizni lichnoye delo ko'rib chiqishni so'rang. Mutaxassisga o'z savollaringizni bering. Menda qaramog'imda shaxslar bor. Ularga qo'shimcha to'lov beriladimi? Mening ish stajim me'yordan ancha ko'p. Bu uchun qo'shimcha to'lovlar bor yo'g'ini tekshirib bera olasizmi? Shu savollarni aniq va dadil bering. Uchinchi qadam, qaramog'idagi shaxslar uchun to'lov olish uchun agar sizda voyaga yetmagan farzandlar yoki 23 yoshgacha bo'lgan kunduzgi ta'limdagi talab farzandlaringiz yoki nabiralaringiz, asrab olingan farzandlaringiz bo'lsa, ularning tug'ilish guvohnomalari, talabalik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vafot etgan ota-onasining o'lim guvohnomasi agar nabira bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz vafot etganligi haqidagi guvohnoma agar u sizning qaramog'ingizda bo'lsa, shuningdek bir uyda yashashni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Agar sizning qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan qarindoshlaringiz bo'lsa, ularning nogironlik guvohnomasini, o'zlari pensiya yoki nafaqa olmasligi haqidagi ma'lumotnomani va ular bilan birga yashayotganingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang.
4-qadam me'yordan ortiq staj uchun to'lov olish uchun barcha mehnat daftarchalaringizni agar mavjud bo'lsa eski arxiv ma'lumotnomalaringizni ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalarni yig'ing. Pensiya jamg'armasi mutaxassisiga o'z mehnat daftarchangizni ko'rsating va u barcha yillarni diqqat bilan tekshirib chiqishini so'rang. Agar ma'lumotnoma yetishmasa, sizga qayerdan va qanday hujjatlarni olish kerakligini aytadilar. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, lekin bunga arziydi. Agar pensiya jamg'armasi sizning stajingizni noto'g'ri hisoblaganini aniqlasangiz, yozma ariza bilan qayta hisoblashni talab qiling. Arizangizning ikkinchi nusxasiga kirim muhri bosib olishni unutmang. 5-qadam mahalliy ijtimoiy imtiyozlar va kompensatsiyalar uchun yashash joyingizdagi mahalla qo'mitasiga yoki tuman shahar ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Ulardan pensionerlar uchun mavjud bo'lgan barcha imtiyozlar va yordam turlari haqida ma'lumot so'rang. Kommunal xizmatlar uchun subsidiya olish uchun sizning pensiya miqdoringiz haqidagi ma'lumotnoma, oila a'zolari tarkibi haqidagi ma'lumotnoma, uy kitobidan ko'chirma va kommunal xizmatlardan qarzdorligingiz yo'qligi haqidagi ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Va agar jamoat transportida imtiyozlar mavjud bo'lsa, pensiya guvohnomangiz va pasportingiz bilan tegishli transport idorasiga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Dori-darmonlar yoki tibbiy xizmatlar bo'yicha imtiyozlar haqida bilish uchun poliklinikangizda ijtimoiy xodimdan yoki Sog'liqni saqlash vazirligining hududiy bo'limidan ma'lumot oling. Har bir murojaatingizda o'zingizni hurmat qiling, ammo qat'iy bo'ling. Agar sizga biror joyda rad javobi berilsa, buning yozma sababini talab qiling. Qonunchilikni bilish sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Esda tuting, bu pul sizning qonuniy haqqingiz va uni talab qilishdan uyalmasligingiz kerak. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun juda foydali bo'ldi. Bugun men sizga 7 yoshdan keyin pensiya jamg'armasi sizga aytmasligi mumkin bo'lgan 3 ta qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumot berdim. Bular qaramog'idagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar va mahalliy ijtimoiy imtiyozlar va kompensatsiyalar. Bu summalar sizning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu videoni o'zingizning yaqinlaringizga, do'stlaringizga, keksa qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir hayotini o'zgartirishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang va izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Sizning savollaringizga javob berishdan xursand bo'laman. Hammaga sog'lik va farovonlik tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha